Assalomu alaykum aka-ukalar. Parvoz marvoz aka-ukalar. Sog'misiz? Hammaning ishlari zo'rmi? Aka-ukalar, makallar ham oxirgi tuxum tug'yapti. Bitta, ikkita, uchtasi kork bo'layapti. Korku bo'lib qolyapti. Bittasi tug'ib bitta. Aka-ukalar, bir 15 ga yaqin tuxum bor. Kimga qiziq bo'lsa, Bardo'yning bolasi, Qozog'istonda chempion bo'lgan doktor Yasbekdan kelgan jo'jamiz. Ular nima qilyapti bunda bolalari? Zo'r bo'layapti bular. Abdug'affordan ham, Abdug'affor akadan ham tuxumlar keldi aka-ukalar. Zilzila xo'roziniki, legendarniy 4 minglik kanatchisiniki 15 yildan ziyod sutda turdim. Bugun yetib keldi, xudo xolasa bostirib boramiz. Shunaqa gaplar aka-ukalar, kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Tuxumlar bor. Oxirgi tuxumlar endi bo'lmaydi, ko'payib qolyapti. Sog' salomat bo'linglar.